Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa bizda haqiqiy qo'l mehnatda tayyor bo'lib turgan bu shipolli yong'oq zinalarimiz. Xudo xolasa buni yuza qismlariga ham ideal shipolni yopishtirib, xudo xolasa chiroyli holatda tayyorlayapmiz. Bu klientlarimizga ancha yil xizmat qilish anaqasini beradi, etapini. Klientlarimiz xudo xolasa 10 yil, 15 yil, 20 yilgacha umuman shu yuza qismidan jalva qilmaydi. Xuddi shu ko'rinishda ideal holatda tayyor bo'ladi. Shipollarni ham o'zini naturalniy shipollarini qayirtirib, hozir mana shu holatda tayyor bo'lyapti. Buni bitgan jarayonlari ham bor. Mana bitganlari xuddi shu ko'rinishda tayyor bo'ladi. Ishimizni sifatiga bitta ko'rib baho berib qo'yasiz. Bizda har xil turdagi shipon bosish xizmatlari ham bor. Ustiga tayyorlash hammasi qo'l mehnatda, detalni yondashgan holatda ideal bo'lib tayyor bo'lib chiqadi. Shu turdagi zina xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xolasa ishimizni sifatli bitirgan holatda sizlarga tayyorlab, yetkazib o'rnatib beramiz. Bizda har xil turdagi shipollar bo'lib, tanlanmaydi umuman. Hattoki tayyor bu sotuvda perilalarimiz ham bor. Mana perilalarga ham shipondan qayirtirilib, xuddi shu ko'rinishga olib qo'yganmiz. Xuddi shu ko'rinishda mana zinalar tayyor bo'lyapti. Hammasi klientlarniki. Shkulka apparatda bu shlipovka bosiladi bunga. Yuzi qismlari silliq bo'lib chiqyapti mana. Ishimiz sifatiga bitta baho berib qo'yasiz. Xolasa bizda bu dip shiponlarimiz bitta sifatini ko'ring, baho bering. Juda ham bir chiroyli chiqadi. Go'zal holatda tayyor bo'lyapti. Kimga shu turdagi sifatli zina kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar.